الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hörmətli savoqdaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 189. ayetiga keldik. İlgirki derslerde Allah subhanahu ve taala tahdid silib yoldan chiqqanlarga, haddini oshganlarga, tartibni buzganlarga, Allohning rasuli va mu'minlarga qarshilik qilganlarga tahdid silib, nima deganda fala tahsabannahum bimafadatin minal azab ve lehum azabun alim. Yani ularning qutuluşu yok. Ular qutlanmaydı bu qattiq azapdan degan şekilde bir tahdid sağandı. Mushu tahdidga munosib şekilde Allah subhanahu ve taala o'zining osmon zimindagi igidorchiligini bizga ifodalab tavatıdı. Valillahi mulkus semawati vel ard. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Osmon ziminning bütün igidorchiligi Allah'a xosdir. Allah her narsaga qodirdir. Yani Allah o'zining igidorchiligi doirasida, igidorchiligiga nisbatan hokim. Hech kim Allah'ning mulkidan qochib qutlanmaydi. Madam osmon zimin Allah'ning mulki bo'lgan ekan, ilgari o'qigan darsimizdagi fala tahsabannahum bimafadatin minal azab. Ular asla va asla Allah'ning bu qattiq azobidan qochib qutlanmaydi degan ogohlantirishi mutlaqo o'rtaga chiqadi. Mutlaqo amillashadi. Hech kim buningdan qanoqlanmaydi, qutlanmaydi. Demek Allah subhanahu ve taalaga osmon ziminning mulki xos degan hozirgi oyatdagi bu mazmun Allah subhanahu ve taala qanday ish qiladi qilsa, mayli qilgan yaxshi ishlarimizga mukofot berdiganlik bilan va'da qilsin yoki o'tkazgan xatoligimizga bizni jazolaydiganlik bilan ogohlantirsin, mutlaqo o'zi qilgan va'dani o'rindashga Allah subhanahu va taolo qodir. Hech kim qilgan ishning mukofotini ololmay qoladigan darajada zulmga uchramaydi. Hech kim o'tkazgan xatoligininki jazosini cho'qim qana qiladi, tortadi. Bundan qutulish yo'q. Endi belki din düşmanları o'zining hayotdagi berilgan ma'lum bir vaqtlar ularga, berilgan fursatlar, taxmin aniqroq desak, bularning ishlarining yurishganligi bularga nisbatan manda bir qutulib qolish xiyolini berishi mumkin. Ayda bir tuyg'u kallasida dunyoda ishlarimiz mashta yurishdi. Dunyoda shu notisini biz topdik, biz yashadik, biz egalladik. Mashta bo'lishi mumkin deydigan bir tuyg'u bo'lishi mumkin. Bu tuyg'uga nisbatan oyat keskin reddiye şekilde qana qildi, keldi. Ama mu'min buluş bilan meselenin növbetdeki haliga emas, belki kelgusidagi nihoyatdagi haliga qana qildi, qaraydi. Masalan, qarayli, Qur'onda bir oyat var, mayli bilimiz bu oyatni. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Davetning dastlabki davrlarida tushgan oyat, islomning dastlabki davrlarida tushgan oyat. Oyat Rasulullohning tog'isi haqida tushgan. Mana bu Lahab oyat kesin hukm qilyapti. Abu Lahab do'zaxga mahkum. Bu deganlik nima deganlik? Abu Lahab bundan keyin musulmon bo'lmaydi, mu'min bo'lmaydi deganlik. Mushuning o'zilan Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki peygamberligining rostligi, Qur'onning Alloh tarafidan tushirilganligining bir dalili bo'ldi. Nimishqa? Chunki shu oyat tushgan vaqtda Abu Lahab kafir, iymon etmagan. Ve ondan başka nurgun kişiler kafir halatda iman etmegen tehi. Ömer radıyallahu anhum şu vaqtda iman etmeklikti. Halid ibn Velid radıyallahu anhu iman etmeklikti. Ekremet ibn Abi Cehl iman etmeklikti. Saffa hemimiz köplügen sahabeler iman etmeklik o vaqtda. Neden?
Abu Lahab bu oyatda tanlanib, do'zaxga deb hukm qilinib, uning iymon etmaydiganligi kesinlashtiriladi va boshqalar o'z beti qo'yib qo'yiladi. Agar Qur'on Rasulullohning so'zi bo'lsa, Rasululloh o'zining epkelgan payg'ambarlik da'vosida rostchil bo'lmasa, nereden biladi u Abu Lahabninki oxirgi qadar iymon etmaydiganligini? Tabii ki Qur'on-i Kerim Allohning kitobi. Qur'on-i Kerimni nurg'un mu'minlar yodlaydi. Endi inson agar mana bir ishni qilay deb qolganida, agar bu bir odamning yolg'onchiligi, Qur'on masalan Rasululloh o'zi to'qib olgan bir narsa bo'lsa, haqiqatan bir qopyuraklik. Ammo unda emas. Qur'on Allohning kalomi bo'lg'achqa, Allah ilgiri kin hammani biladigan bo'lg'achqa kesib hukm chiqardi. Bo'lmasa, aks taqdirda Abu Lahab da qarab baqib, bu meni hozir do'zaxga hukm qilyapti. Ya'ni meni musulmon bo'lmaydi deb hukm qilyapti. Bir qipaqay qani nima deydi ekan deb kaplam. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh deb bo'lib, meni musulmon bo'lmaydi endi do'zaxga mahkum deb oyat chiqib bo'lgandi. Mana men musulmon bo'ldim. Endi qanday qilsa, desa, masalan shu vaqtda bir ish bo'ldi. Agar bu masalani biz insonlar o'tirisidagi masala deb tushungan vaqtimizda ma'lum bir tasavvur. Ammo masala unda emas. Chunki mushu Qur'onni Rasulullohga tushirgan zot, Abu Lahabni do'zaxga hukm qilgan zot shuni aniq biladi-ki, Abu Lahab iymon etmaydi. Aslo iymonni tanlamaydi. Va buni Qur'on shu shaklda xotirlab mu'minlarga Qur'on sifatida qana qildi, tushdi. Va Abu Lahab hayotining oxirigacha iymon etmadi, kofir pata qana qildi, o'tdi. Ya'ni masala shuki, hozir demoqchi bo'lgan masala shuki, Alloh bir ishga va'da qilsa, Alloh bir ishni bo'ladi desa, oshda bo'ladi, o'zgarmaydi. Xuddi Abu Lahabni do'zaxga desa, hayotining oxiriga qadar iymon yo'lini tanlamay kufr yo'lida o'lganga o'xshash. Biz nerede ketyaptik? Alloh bu yo'lga qarshi chiqqanlarga bir tahdid oyati bilan oxirlashganini oldin qadariz. Va tahdidninki cho'qim mutlaqo bo'ladiganligini dalil sifatida bugungi darsimizdagi oyat osmon zaminning butun mulki kimning? Allohning dedi. Masalan, yana bir misol olaylik. Qul huvallohu ahad. Alloh yakka bir dedi. Mush deganlikning o'zi ilgirki oyatdagi ularning azobdan qutlanmaydiganligining yana bir ta'kidni. Nima uchun? Chunki ularni qutqizib qoladigan yana bir iloh yo'q. Allohning gapi gap, Allohning hukmi hukm. Ya'ni ular azobdan qutulib qolamiz deb o'ylamasin. Va sen ularni azobdan qutulib qol debmi o'ylama? Chunki osmon zaminning egasi Allah yakkadir. Allohning hukmi hukm, Allohning so'zi so'z, Allohning so'zining ustida so'z yo'q. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta. Bizga nisbatan bir o'zimizning kimligini, nada yashayotganligimizni bildirib qo'yadi Alloh. Sizlar osmon bilan zaminning ustida yashayapsizlar. Osmon zamin ko'taryapti sizlarni. Osmon sizlarga ustinglarda yepinchi shaklda bo'lyapti. O'zingni kim chaqlashsa demakchi. Sizlar Allohning mulki bo'lgan osmon bilan zaminning orasiga sulangan bir insonsizlar. Nega ketsizlar? Nega borsizlar? Osmon zamin Allohning to'sa. Allohu ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir. Mutlaqo nim desa shu bo'ladi. Go'zal va'dani qilgan bo'lsa, umi bo'ladi. Ogohlantirgan bo'lsa-ma, mutlaqo bo'ladi. Bu sizlarning kallanglarda bo'lish kerak. Ogoh bo'linglar degan shaklda bir mesajni oldik bu yerda. Bir uchurni qana qildik, oldik. Endi undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo bizning amaliy hayotimizda bayqiyalaydigan Allohningki qudratlariga bizning diqqatimizni qanday qilib tortib davotidi. Inna fi xalqis samawati wal ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmon
zaminning yaratılışida, kecha kunduzning almashishida, aql va kishilar uchun, aql egalari uchun haqiqatan buyuk bir paket va deydi. Buyuk bir dalil va deydi. Amaliyotda mushuning o'zi yetarli qarindoshlar. Osmon zaminning yaratilishi degandan keyin balkim bizning hayotimiz yetmasligi mumkin. Osmon zamindagi butun narsalarni birdan kuzatib chiqishga. Balkim bizning bu darsimizda bir necha misollarni kifoyalanishimiz mumkin. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo inson ruhiyatida mustahkam yildiz og'am bir shakldagi iymon tasavvurini bizning qalbimizga qanaq qilyotdi, qo'ymoqchi bo'lyotdi bu oyatda. Chunki inson endi shu tug'ilgandan tortib shu qarshi shu osmon, qarshi shu zamin bo'lg'achqa kunib qolgan bir ahvol bor. Kunib qolgan bir ahvol bor. Ammo inson tasavvur qilib baxsin o'zini. Burun bu zaminda yashamaydi deyli yoki mana bir shaklda shunda bir uyg'unib sirtiga qarab baxsin, qarasa uni ko'tarayotgan bir zamin bor. To'riksiz ustida bir osmon bor. Muqim. Üzümü muqim, sistemisi hem muqim. 12 ay. Her gün 24 saat. Her ay 30 gün, 29 gün. Muqim bir şekilde sistemler. Ettigen kech. Endi inson mushu narsalarga tuyuqsiz uchurg'inida kunab qolgan bo'lg'achqa insonning kalasi kamayapti endi. Tuyuqsiz uchurg'inida ajaba mushu haqida bir savol kelmasmi kalasiga? Kim qildi bularni? Masalan deyli bir yerda tuyuqsiz kechasi uyg'onsa asli chiroq yo'q yerda bir chiroqdan birisi yenayotgan bo'lsa ajaba mushuni kim yondodi bu chiroq yo'qdi deydigan bir oddiy bir savol keladi kallasga. Endi ko'zni ochib shunda qarasa osmon zaminning bu qadar puxta yaratilishi, muqimligi, sistemligi bizning hayotimizningki sabab yo'llarini bizga hozirlanishi bu osmon zaminda bu kallasda bir savol tug'dimamda acaba? Bu osmon zamin nima zodi? Bu osmon zaminning ichida yashayotgan men nima zodi? Nima uchun bu yerga kelib qoldim? Nimda bularning hammasi menga xizmat qiladi. Bu to'g'risida bir xiyol bo'lish kerak inson bo'lish bilan. Masalan bir misol olaylik masalani tahmin yuritish uchun. Safar qilish jarayonida aeroplan tushib ketdi. Yolg'iz bir bayovonni qilib qoldim deyli bir inson. Atrofda hech kim yo'q. Ko'z yetkisiz qumliq. To'rt atrofda hech kim yo'q. Uyqu vaqti uyg'ondi, qo'saqbek echib bir jon halqumga kelib qolgan holatda. Qarasa uyg'onsa, naytu mol dasturxondan birisi oldida bor. Shu holatda tamoqqa eng ehtiyojli, ochliqdan o'layotgan holatda buning kalasi qilgan tunji ishni bo'ladi. Bek echib ketiglik, tamoq yavolay, nim bo'lsa emas, kim qo'ydi bunday degan bir savol keldi. Hatto ochliqdan o'lay holatda ko'rgan tamoqni darhol men uningga otlanib tutish qiliblam yey deyishdan ilgari mutlaqo kalliq bir savol keldi. Bu tamoqni kim qo'ydi? Biz bir inson bo'lg'achqa atrofimizga qarab baqish kerak qarindoshlar. Bu bunda bo'lavermaydi ish. Unda o'zligin bo'lib qoldig'ash yo'q, uni hech kim e'tirof qilmaydi. Uning ustiga mana bir nuqta bor edi. Hech bir shaxs, hech kim osmon zaminni men yaratdim deb baqmoqlar. Allohdan boshqa. Bu qadar go'zal, bu qadar puxta, bu qadar muqim, bu qadar sistemlik osmon zaminni hech kim men qildim deb baqmoqlar. Undan keyin birisi men chiqib men qildim, men yaratdim desa, tabii bo'ysunishimiz kerak uningga. Qur'onda bu haqda jiq savollar kelganlik Alloh subhanahu va taolo o'zimizning aqliga qo'yib qo'ygan savollar. Amman xalaqas samawati val ard. Osmon zaminni kim yaratdi? Hozir qadar bu savolga birisi chiqib men yaratdim deb baqmadi. Chunki dinsizlikni tashabbus qilayotganlar,
islomni, dinni inkor qilayotganlar oddiy chaqliq bir narsani yo'qdan yarata olmaydi. Aslo va aslo. Bir choy ichadigan stakanimiz deyli, stakan. Bir stakan qilish uchun qana qiladi? Oddiy bir narsa bu. Hayotning zaruriyati emas, bir ehtiyoj. İnsonga bo'lmasin bo'ladi. Ammo bir ehtiyoj deb turiblar o qadar kuchaydiki, uni yasab baqadi, buni yasab baqadi, uni qilib, buni tadqiq qilib, oxirida buning asli moddasi bo'lgan qumning qishqi bor edi, masalan. Zamindan oladi shuni. Bir stakan yasig'udek bir bosqichqa. O'sha stakan yasig'udek bosqichqa bog'icha tatqan jafosi, qiladigan tadqiqotlari, izlanishlari ajoyib endi. Yani insanın ameliyatı hayatında zarur emas, lekin bir ehtiyoj. Bir insonning bir ehtiyoji bo'lgan oddiy bir stakan uchun bu qadar ishlarni qilib ketdi insonlar. Onun ustiga bu ne? Yo'q yerdan emas, bo'lgan Allah yaratgan bir moddadan, bir imkoniyatdan yaratdi. Endi ma osmon zamonga qarab baqsaq, bu stakan bilan osmon zamonning o'rtasidagi farqni kichik bolalar biladi. Bu osmon zamonga qarab baqganimizda, bu osmon zamondagi bu yuqori deganimdek puxta, muqim, sistemlik bir şekilde buni hech kim men yaratdim deb baqmasa Allohdan boshqa. Allah kim yaratdi deb so'rayotdi. Bu yerdagi so'rashi savol masalasi emas. Allah men yaratdim desimi deydi, lekin nima savol qo'ydi bu yerda? Chunki shuni demakchiki Allah o'ylan. Kallangni ishlat, aql yugurt, oxirida berib meni topsa deyotdi Allah subhanahu va taolo. Osmon zaminni kim yaratdi degan savolni qo'yishda, agar sen mushu savolning peshidan ketsang, mushu savolni izlanib mangsang, oxirida topadigining men deyotdi Allah subhanahu va taolo. Daha Qur'ondagi savollar bular emas. Bular emas. Amman xalaqas samawati val ard. Osmon zaminni kim yaratdi deb bo'lib, va anzala lakum minas samai ma'an fa'anbatna bihi. Osmondan suvni kim tushirdi? Şu su bilan nurg'un o'simliklarni o'stirdik. Mush suvni sizlarga kim tushirdi? Fa'anbatna bihi hadaiqa zata bahja. Go'zal bog'lar. Endi bog'lar degandan keyin atrofdagi ko'klik, meva, dal-daraxt degandan keyin bizning ko'z oldimizga keladigan o rengarang go'zal manzara masalan. Xilma-xil tamlik mevalar, o güzel manzara. Mushlarning hammasi ko'z oldimizga keladi. Oyatning oxirida litakulu minha yeyishinglar uchun. Oldida zata bahcha go'zallik, keyinda yeyish, ishki ishva atrofdagi Allohning bergan ne'matlaridan huzurlanadigan birisi ko'z orqali huzurlanish, birisi lekin yeyish orqali huzurlanish, manfaatlanish. Yeyish faqat shu ne'matga erishgan, ya'ni egisi bo'lgan kishilar manfaatlanadigan bir manfaat, ammo ko'rish, huzurlanish bu uning egisining va egisining g'ayrining manfaatlanadigan bir huzur. Allah şu anı burun ekilib, manikida ekilib, asl tuvatidi. Mayli sen hayotdagi, atrofdagi bog'cha, bog', meva, dal-daraxtning egisi bo'lma, sana uning mutlaq nimasi manfaat etadi. Qanaqdir bir ne'mat degandan keyin cho'qqin bir yeydigan narsa, qo'saq to'yis deb tushunarsan, xato bo'ladi bu. Uningdan chiqqan olgan huzur, go'zallik, ko'z go'zalligi, dal-daraxtdan chiqqan oksigendan nafaslanish orqali tan sog'lomligi uning egisi bo'lgan odamni cheklab qolmaydi sendan. Sen egisi bo'lmagan taqdirdami huzurlana olaysan. Endi mushlarni Allah kim chiqadi deb qanday qilyotdi, so'rayotdi. Kim chiqadi deb so'rayotdi? Men chiqadim desam bo'ladi. Kim chiqadi deb so'rashning o'zi inson o'ylansin. Aqli sağlamlan bo'lsa, izlanishi, haqiqiy izlanishlan bo'lsa, maqsadi haqiqatni topishlan bo'lsa, meni topadi deyotdi. Shunga boshqa oyatlarda huvallazi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi deb oyatning o'xshash bir mazmundagi oyatni Allah osmondan suvni tushirib, biz shu suv bilan har narsaning o'simligini qanaqa qilib chiqardik, bog'larni chiqardik deb bizga bergan har xil meva, dal-daraxt, ne'matlarni qanaqa qilyotdi, asl tuyotdi. Undan boshqa yana to'xtab qolmaydi bunda savol Qur'onda.
Mesela yeni bir ayette Sure Neml'ninki 61. ayetinde. Emmen cealel arda kararan ve ceale hilalaha enhara ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahreyni hacize. Kim? Sualning 5 yana. Zeminni bu kadar muqim turaqliq qilgan kim? Zemindan o'stanglarni aqtog'ini kim? Zeminda tog'larni qo'yg'ini kim? Ikki dengizning o'tirida, ya'ni ikki suv, ikki iqlimning o'tirida to'saqlarni qo'yg'ini kim? A ilahum ma'alloh. Allohdan boshqa bir iloh bormi bu yerda? Ya'ni shuningga o'xshash savollar takror davom etadi. Masalan, yana bir oyatda Sura Fussilatning 9-10 oyati qarindoshlar. Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn. Zeminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar, dangi Muhammad alayhisalom. Va uning shirik keltiramizlar. U olamlarning Robbi zeminda tog'larni qildi, zeminning ustida. Tog'larga barakat va demay bir nuqtaga diqqat qilinglar. Va tog'larda uning aqvataha rizqlarini bunda aqvat degan qut mana inson manfaatlarni tog'larda qo'ydi 4 kunda yaratdi. Allah subhanahu va taolo mush o'rinda tog'larga nima ishga barakat uradi? Tog'larda nima uchun inson manfaatlagan rizqlarni tog'larda qo'yadi? Amaliyotda yerdagi aqvat oyati tilgan aqvat insonning hayoti davomlashadigan yoki insonning hayoti manfaatlagan, hayot turish uchun kerakli narsani aqvat deymiz odatda. Taqdir qanday qilib bu insonning hayoti va desa bilamiz, insonning hayoti yemek içmek bilan davom qiladi. Yemek içmek ziraatdan bo'ladi. Ziraat mol munbat tuproqlarda bo'ladi. Munbat tuproq qanday shaklda ko'pincha vodiy o'rinlarda, masalan, bizning yurt tuzlanlik tog'liq bek yo'q, tog'liq rayonlarda, masalan, munbat tuproq tog'lardan eqib kelgan yoki tog'larning bag'ridagi jilg'alarda bo'ladi masalan. Nimishqa? Chunki tog'larda issiq so'g'oq ta'sirida kengish, yig'ilish harakati bo'ladi. Buningdan biroz nima chiqadi aniq bir xil shu kengish, tarishdan kelib chiqqan bir xil moddalar bo'ladi. Yomg'irlar tushadi, yomg'irlar buni oqtirib pastga aytishadi tog' bag'rilariga. Shu yerda bir xil munbat tuproq shakllanadi. Mana bu shaklda. Aqallisi, ya'ni tog'lar inson manfaatlanadigan, insonning hayot asosining manbasi. Biz buni hozir mana shaklda tushundik. Yana bir nuqtadan o'ylasak, bugungi kunimizda insonning hayotiga kiradigan qolgan to'mirdan tortib, nurg'un narsalar nerdan chiqadi? Tog'lar chiqadi masalan. Tog'dan chiqadi. Oyatda biz tog'larga barakat verdik. Aqvatdan insonning hayotining manfaat asosiy hayotining kafolati hayotining davom qiladigan narsani, hayot asosini tog'larga bekitdik deyapti masalan. Depolop ayetning oxirida yana va ja'ala baynal bahrayn hajiza. İki dengizning o'tirg'a parda qo'ydik deyapti. Bugungi kunda dengizlardagi iqinlar o'tirisida pardavaligi bir suv rayon bilan bir suv rayonning elishib ketmaydiganlik o'tirg'a chiqsa-mu, ya'ni undan boshqa, ya'ni boshqa shakl tushunsak-mu, marajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yabghiyan. Zaminning ostida suv bilasizlar. İnsonni ta'minlaydigan suv zaminning ostidan chiqadi. Buloqlar, masalan, iqinlar va ko'lasak bir yerdan tatliq suv chiqadi. Yana bir yerdan ko'lasak tuzliq suv chiqadi. Tuzliq suv iqini tatliq suv iqinga qanaqamay ta'sir ko'rsatmaydi. Tatliq suv, tuzliq suv shaklda insonning hayotining davomlashi uchun bir sistema. Amaliyot ishkili tizimining nada ostida. Undan boshqa bunday birisi eqib ketmasligi ko'p hollarda yoki hech olmaganda bizning tushunishimizda tuzliq suvning tatliq suv rayonini besib ketmasligi bu yerda bir qonuniyat, ya'ni tuzliq suv rayonininki, tuzliq suvninki ustun bo'lishi. Her daim tatliq suv deb demak, tatliq suvning ustun bo'lishi. Tatliq suv tuzliq suv rayoniga oqadi. Ammo tuzliq suv tatliq suv rayoniga oqmaydi. Mana bilamiz, buloqlardan chiqadi, o'stanglar va daryolar va tatliq suv manbalari. Bular eqib dengizga tushadi. Yer ostidami tatliq suv tuzliq suv rayoniga oqadi. Bu shaklda insonning hayot asosi bo'lgan tatliq suv buzilmaydi. İnson ehtiyojini oladi, ehtiyojidan eshqini tuzliq suv rayoniga qanday tushadi. İnson o'zining va ziroat chorva mollarining ehtiyojidan eshib qolganda
tuzlu su rayonga qandaq. Bunun hemmesi Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan bir şekilde, bir sistemde mengatkan işler. İnsanga yetmey qalgan ahval yok. Hiç qaçan. Eşip qalğanını Allah bir taraf qıladigan a şekilde uğurlaştırılgan bir sistema. Mesela insan deyli hayatida neç tonnu su içişi mümkün. Ay neç tonnu su insanın bedeninde tumaydı, davamlı olsa. Qana qiladi? İnsanın sirtiga qan chiqib ketadi. Faqat insan o'ziga kerakli bo'lgan tarafdan olib qoladi. Birimiz insonninki jismininki ko'p qismi sudan tarakkib topgan bo'ladi insonning badanininki. İnsan o'lgandan keyin su parga aylanadi, qolgan moddalari yaga aylanadi. Shunda ular masala hal bo'ldi. Har narsa o'zining rolini Allah urullaştırılgan şekilde oynaydı. Bayatın deganimizdek tatlı suni insan ishlatadi, chorvalarga ziraatlarga ishlatadi, eşip qalğany dengizga qo'yiladi, yana bir tarafga qo'yiladi. Andan keyin horga aylanadi, bulutlarga chiqadi, tog'lar yomg'ir yog'ib, yomg'ir orqali bizga eqib keladi. Bizning ish bu şekilde her insonga belgilangan her narsa o'rinlashtirilgan sistem bo'yicha o'zining xizmatini oynaydı. Bunun hemmesi asman zeminning ishida yaşayotgan bizning hayotımızda o'ylansak Allohning ajoyib qudratiga dalolat qiladigan faktlar. Oyat dal shuni qanday qilyapti, ishorat qilyapti. Undan boshqa bir necha misol olamiz o'qiya. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yana inson savol qo'yib deyapti. Eng qisilib qolgan vaqtda. İnsan eng qiyin holatga tushib qolgan vaqtida dua qiladigan kim o insonning? Ve şu xafligini ichib beradigan kim o? Sizlarni zaminda mazmunga ega qilgan kim o? Zaminda turli mahluqotlar vasildan boshqa hayvonlar bor. Acaba siz zaminning egasi boshqa hayvonlar sizlarga xizmat qildi. Bu shaklda yaratgan kim o? İlahum ma'allah qalilan ma tazakkurun. Sura Naml'ninki 63-oyati. Bu yerda bizga qanaqa qilyapti? Savol qo'yyapti qarindoshlar. İnsan büyük bir hadisege yulaqqa vaqtida insonlik imkoniyat, maddi sebep imkoniyatları tamamen tüger. İnsan bir qo'l bunda amalsiz qolgan vaqtda o'ziga rasmiy samimiy bo'lgan vaqti shu. O vaqtda o'zini aldab yemaydi, hatta kafir. Chunki u o'zining u vaqtda ojizligini, bütün maddi imkoniyat, maddi sebepning tugaganligini tunib yetadi. Shu vaqtda bir ilohni shu vaqtda chaqiradi qarindoshlar. Bayatın o'qigan oyatimiz amma yujibul muttarra iza da'a sura Namlning 62-oyat, 64-oyatgacha shuningga savol qo'yadi bizga. Eng chorasiz qolgan vaqtda kimni chaqiradi inson? Shu vaqtdagi chorasizligini kim echib beradi? Yani kim betaraf qiladi, kim qutqizadi? Ziminning quruqliqning, dengizning eng qop-qorong'u yerlarida masalan, inson ba'zi dengizda xafalık uchraydi, ba'zi bayovan cho'llarda xafalık uchraydi. Kim sizni to'g'ri bir şekilde shu yerdan qutulishga ap mangalaydi? Shamolni kim o'vatadi? Mazmun shu. Ma yaratishni desak yaratgani kim? Kim qaytadan yaratadi? Osmon zamindan kim sizlarga hammasi savol qo'yadi. Ilahumma Allah. Allah'tan başqa bir ilah bormi deyapti. Bizning aqlimizga qo'yibdi. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Chunki masalan ayet iniqki bayatdan deganimdek agar inson o'ziga sodiq bo'lsa, sog'lom aql bo'lsa va haqiqatni ko'zlab izdansa, bu yerda topadigani birlam Allah. Shunga bugungi darsimizdagi biz o'qigan oyat bizga nima deydi desanglar, inna fi xalqis samawati wal ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmon zaminning yaratilishi, kecha kunduzning almishida haqiqiy aql egalari uchun bir pokitdir. Buni qarab baqsaq, atrofimizdagi hayotdagi bir ko'rinishlar bu. Kecha kunduzning almishi bu birlikqa o'xshamagan shaklda birisining kelishi bu shakl. Undan boshqa yana ma'noga ma'egishib kelgandan boshqa birisininki yo'ruq bo'lishi, yana birisininki qorong'i bo'lishi,
Gündüzning harakatlik bo'lishi, kechininki sakin bo'lishi. Bu bir dalil emas bu. Bir paket emas. Ayetde la ayat ko'plik şekilde. Paketlava deyishi, chunki bu yerda inson shaxs bo'lish bilan izlansa, hayot yetmugidek paketlava. Şoňaşqa bir noktany birisi bayqaydı, ýani bir noktany birisi düşünüp ýetdi. Aştaqyp Allah subhanahu wa taala kıyamet tuğanğa kadar özüniň bendeleriniň arasynda özüniň ziminde koygan delil paketlerini bir-birlep ziminde urullaşdyrgan sir esrarlaryny bir-birlep qana kıldı, açdy ve bu arkaly sap kalplerini, pak dillarni toğry ýolga qana kıldı, başlaydı. Ve de bizge eskertmekçi olan näse şuki, insan nimet girişti. Allah insana nimet verdi. Allah bu yerde bizge demekçi olan şu ki, sen bu nimetle bolup ketip, nimetini bergen zatını unutma demekçi. Çünkü Allah subhanahu wa taala yok vaktimizde bizni yarattı. Yaratgan vaqtda bizni her türlü hayat asas bilen ta'minledi bizni. Onun için bizge bergendan keyin onunga bereket verdi. Muşu noktada bereket noktasida men bir narsani dikim keldi. Bereket degan nima desa, erişken narsadan foydalanish degan gap. Bereket vermedi degan gap, erişimiz ama foydalanmaymiz degan gap. Masalan, qonuniyat shuki hayotda sen bir ishni qilsang natijasini ko'rsa, qo'lga olsa, yani tirishsang pul topsa, o'qisang bilim o'rgansa, ammo bereket bayram narsa. Sen mushu erişken ne'matingning igisini unutmasang, bununla bereket beriladi. İgisini unutsang, tirishqaningga ko'ra bir narsaga erişding, ammo bereket yo'q bo'ladi. Yani sen onundan foydalanmaysa, inson hayotida ajoyib jiq mol-mulklarga erishishi, ko'pligan ne'matlarga erishishi mumkin. İgisini unutuydu, o narsadan erişidi, foydalanmaydi. Buni o'zi bereketsizlik. Buni hayotimiz jiq ko'rdik biz. İgisini unutdi, ajoyib katta saroylar va uylar va kishilar o'tiramadi. İgisini unutdi, ajoyib mol-mulk va shirkatlar va kishilar foydalanmadi. Mushunga o'xshagan masala. Qur'on buni bizga qanday shaklda tasvirlaydi desanglar, bir bog' egisi sifatida bir Qur'onda bir qissa bor. İki adamni misol keltirdi. Sura Kahfninki 33-oyatdan 36-oyatgacha qarindoshlar. Hisobda 40-oyatgacha ko'rsanglar bo'ladi. Bu oyatda ikki kishi misol qoladi. Wadrib lahum masalan rajulayn. Ikki kishi. Birisining ikki beg'ova. Yana birisi pul meli azroq qildi. İki beg'ovaninki bog'lari nayti mol. Üzüm masalan, xurmo, boshqa terilg'o, hammasi meva bergan. Hech bir kamchilik topqilinmaydigan, arzidan o'stan eqib turadigan. Shu vaqtida bu ikki bog'ning igisi yana bir hamroyiga faxr qilib nima deydi shu vaqt bilamizlar? Ana aktharu minka malan va a'azzu nafara. Mening pul bilim senden köp. Yani men köpki narsaga erishdim deb bunda. Üzüge nisbat berdiki, ma ne'matni bergan zotni unutdi. Va dakhala jannatahu biqi kirib, o'zga-o'z qizini o'qib nima dedi? Bularning yo'qolib ketishiga ishonmayman. Men qiyomatni bulud deb qaramayman. Agar Alloh tarafiga qaytib qolgan taqdirda, xuddi shunga o'xshash, yana men yaxshi qilma erishima. Bu shaklda so'zladi. Hamroyi nima dedi uningga? Hamroyi akafarta billazi xalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Allah yana seni tuproqdan yaratgan, ondan keyin abi manidin yaratgan spermdan. Ondan keyin seni mashta bir qaddi qomatlik bir hamma hayot asosi mukammal bir inson qilib yaratgan zotni inkor qilamsiz, kufr qilamsiz. Lekin u Alloh mening Robbim. Men Allohga hech kimni qana qilmayman, shirk qilmayman. Mushada mashta bir ne'matning egilari asli ne'matni unutmasa berkat beriladi. Ne'matning igisini unutmasa, ne'mat bergan zotni unutmasa, ammo uni unutib ne'mati bilan mag'rurlansa, uni o'ziga nisbat bersa, o vaqtida berkat olmaydi, ya'ni foydalanmaydi. Unda nima deyish kerak inson mashta ne'matlarga erishgan vaqtda, mayli pul mol, mayli bala, mayli boshqa har qanday bir huquq, obro'y, masalan, o'rin, daraja erishgan vaqtda nima deyish kerak? Oyat bizga buni o'rgatyapti. Valaula iz dakhalta jannataka
Əslində manda degan bolsang davatıdı. Maşta digin davatıdı. Maşallah, la quvvete illa billah. Nima gerçek? Qandaq bir nimet erişken bolsaq bu Allah'ın xalişi. Allah xalab, Allah bəduni. Bütün nəslərin imkaniyeti, güç quvvet Allah bilan degan bir şekilde nasihat qildi. Ve dedi ki, gerçi ben senden pul melim az olsun mu? Ben aşta şükür kılma degan şekilde. Belkim Allah subhanahu wa ta'ala bana seninkiden yaxşılamış mümkün. Manın işki beğuva, bek güzel, tuluk meyve bergen, manın onundan az. Lekin bereket ayrım nasi ki ayetinin ahirinde belkim Allah o neslige asmanın bir afetin birini evetip hemmisi nim buluşu mümkün. Tüptüz bir yege aynen ayetinin ahirinde aşta boğallık ifadıldı. Yani insan bir nimet uçuruğa vakti nim deyiş gerek vakti maşallah la kuvvet illa billah. Manı bu şükür kılsanla tehimiz ziyade kılmen degen ayetinin mezmunu. Şu ki Sure İbrahim'in ayetince ayet dedi ki la in şekertum la azidennekum. Belkim Allah subhanahu wa ta'ala insanga saqıgan sebebiga yarasha neticeni birishi mumkin. Ama muhimi bu emas. Muhimi şu erişken netice bilen menfaatlanish, bereketi birilish. Sen jabo tatib, ter tüküp, teriqchilik qilding, mo'l husulni joyida elishing mumkin. Jabo tatib, tirishib o'qiding, unvon darajalaringni joyida elishing mumkin. Jabo tatib, tijorat qilding, mol-mulk tepishing mumkin va boshqalar. Ammo shu erishgan narsangga barakat berilmasa, sen ondan menfaatlanmaysan. Şoňaşqa insan nima ko'chirgan vaqtida, bir ne'mat ko'chirgan vaqtida, maşallah, la quvvete illa billah deyishni qanday qilmaslik kerak, unutmaslik kerak. Ya'ni oyat bizga osmon, zaminning butun yaratilishi haqida ko'z yugurtish, tafakkur qilish, o'ylanish, kecha kunduzning almish haqida, buningdagi Allohning bergan ne'matlarini tunib yetish ki çağırıvatıdı ve bu çağırık asasen akıl ilgileri olan kişiler bu çağırıktan menfaatlanganligini ayette tilgalawatıdı. İnşallah bu akıl ilgileri kim biz bu doğruluk mazmunlarını kinki ayette, kinki saatlik dersimizde okuyumuz. Allah subhanahu wa ta'ala hem öylenne akıl ilgilerinden qatarıdan kılsın, bergen nimetlerini tunuyduğun, nimetinin ilgisine şükür etdiğin bir haletlerini bizge nisip kılsın. Kele saatte körüşkenge kadar hemen Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.